Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministeri Salih Xudayar Efendi davlatlardan Uyg'urlarga panolik berishni talab qilgan. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministeri Salih Xudayar Efendi 16 yanvar kuni Tayvan Plus xabarlari televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Taylandda tutib turilayotgan Xitoyga qaytarilish xavfida qolgan Uyg'urlarning ahvolini, Xitoyga qaytarilgan ahvolda qanday qismatlarga duchor bo'lganligini anlatib, davlatlardan Uyg'urlarga panolik berishni talab qildi. Riyosatchining Taylanddagi Uyg'urlarning ahvolini so'ragan savoliga Xitoyning Tayland hukumatidan Uyg'urlarni topshirib berishni talab qilganligini aytdi. Muxbir Xitoyga topshirilgan taqdirda ularning nima qismatlarga duchor bo'lganligini so'raganda, agar Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga topshirib berganda, ularga shaksiz terrorchi degan jinoyat ortilib jazolantirilganligini, qaytarilishga majbur bo'lgan Uyg'urlarning jazo lagerlari va qul emgak lagerlariga qamlab, vahshiylarcha qiynashga duchor bo'lganligini, texmo og'ir bo'lganda o'ldirilganligini aytgan. Diktor Tayland hukumati va xalqaro jamiyatning Uyg'urlarning chegaradan qo'g'lab chiqarilishiga qarata qandaq inkos qaytarishni talab qilganligini so'raganda, Tayland hukumatining Xitoyning zulmidan qochib chiqqan Uyg'urlarning Xitoyga topshirib berishda kritik ahvolda xalqaro bog'larga tayanib, ularni bexatar panohlanadigan 3-bir davlatga qo'yib etishini, xalqaro jamiyatdan bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Yevropa Birligi, Angliya va boshqa demokratik davlatlardan Xitoyning zulmidan qochib chiqqan Uyg'urlarga panolik berishni talab qilganligini aytgan. Sharq Turkiston sürgünde hükümetinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministeri Salih Xudayar Efendining ikkiyuzlamachilik va xiyonat Turkiya va Pokiston qanday qilib Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qulaylashtirdi nomli maqolasi Dunyo strategiya qarshi xabar turida 16 yanvar kuni e'lon qilindi. Maqolada Sharq Turkiston Xitoy tarafidan ishg'ol qilingandan keyingi 75 yildan buyon Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlarining xalqaro jamiyatning bu vahshiyliklarni to'xtatishini talab qilganligi, musulmon davlatlarning sukut qilganligi bo'lib, Turkiya bilan Pokistonning dunyo bo'yicha musulmonlar uchragan eng qabih qatlam yurgizayotgan Xitoy bilan yaqin diplomatik munosabat o'rnatganligi. Bu ularning axloqiy rahbarlik talabiga buzg'unchilik qilib qolmay, Xitoyning Sharq Turkistonni mangu o'zining qilib olish va xalqini yo'qotish tirishchiligini kuchaytirganligi. Sharq Turkistonning besib olinish tarixi. Xi Jinping hokimiyatga chiqib 1 yildan keyin irqiy qirg'inchilikni texmo cho'nqurlashtirib o'tganligi. Xitoyning vahshiyligining ko'lami va cho'nqurligi Sharq Turkiston xalqi bilan kultur, milliy va diniy e'tiqod qatorliq jihatlarda o'rtoqlikqa ega bo'lgan Turkiyaning 1996-yili 12-oyda WC1 boshqarilgan bombani yasashni o'z ichiga olgan maxfiy harbiy hamkorlik kelishimi imzolagandan keyin Sharq Turkistondagi qandoshlariga xiyonat qilib, Beijingning siyosatini muhim o'ringa qo'yganligini, O'rta Osiyoda barliqqa kelgan Sharq Turkiston mustaqillik harakatini yo'qotishda tuhfasining borligini, 2000-yillarda Türk milletining haqlarini qo'g'daydigan Turkiyaning Millatchi harakat partiyasining rahbarining Uyg'urlar dafsanda qilinayotganda Xitoyning burunqi katibashi Jiang Zemindan davlat ordeni mukofotini olganligini, 2009-yili ayni vaqtdagi Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an Urumchi qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb atab Uyg'urlarga umid berganda qilib, 2010-yili Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilmishini oqlashdagi siyosati bo'lgan atalmish bo'lginchilik va terrorlikqa zarba berishga yordam berishga va'da qilib, 8 moddalik strategik hamkorlik kelishimini imzolab, Uyg'urlarga xiyonat qilganligi. 2024-yili Turkiya Tashqi ishlar ministrligining ministri Sharq Turkistonga berib, Xitoyning Sharq Turkistonni taraqqiy qildirganligini tilga olib, Xitoyning terrorizm bilan kurash qilish siyosatiga yordam berganlik va Xitoyning zimin butunligini qo'g'daydiganligini bildirib, yana bir qatam xiyonatni cho'nqurlashtirganligini. Yaqinda Turkiya Tashqi ishlar ministrligining ministri Hakan Fidanning muxbirlarning so'ragan savollariga bergan javobida Xitoy bilan texmo yaqin hamkorlik munosabatini o'rnatadiganligini aytganligini. Milliy va diniy qarindishiga qilgan bu xiyonatning axloqiy jihatdagi cho'nqur mag'lubiyat bo'lib qolmasdan, balki o'zini turk dunyosining rahbari deb chiqarilgan Turkiyaning salohiyatini rad qiladiganligiga vakillik qiladiganligini. Musulmonlarning panohgohi bo'lgan Pokistonning Sharq Turkiston musulmonlariga ig'ir xiyonat qilganligini. Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Xitoy Xalq Jumhuriyatini 1950-yili musulmon davlatlar ichida tunji bo'lib Pokistonning e'tirof qilganligini,
İslamabadning Beyjing bilan quyuq diplomatik munosabat o'rnatib, yaqinqi bir necha yil mobaynida nurg'ulg'an Uyg'urlarni Xitoyga topshirib, zolim mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llaganligini, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik harakati boshlangandan keyin Pokiston Xitoyning irqiy qirg'inchilik harakatini ko'p qatim qo'llab, Xitoyning tashviqotini yangiritib, Xitoyning atalmish Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilikni kishilik huquq sohasidagi ko'rinarli muvaffaqiyat va terrorlikqa qarshi turish deb maqtaganligini, Xitoy-Pokiston koridorining Pokistonning Sharq Turkiston musulmonlariga qilayotgan xiyonatini tushuntiradiganligini, Pokiston bilan Turkiyaning bu xiyonatining dunyodagi boshqa musulmon davlatlarining Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, irqiy qirg'inchilik yurgizishiga qarata sukut qilish, hatto qo'llash uchun ulgu tiklab berganligini, Hindistonning Tibetning ishg'ol qilinishi va mustamlikasiga qarshi bildirgan ifodasi, Tibet ko'chmanlarini qo'yniga olib, Tibet mustaqillik harakatini qo'llashiga selishtirganda, haq dinning e'tiqodchilari bo'lgan Turkiya va Pokistonning o'xshashligi bo'lmagan zulmga uchrayotgan musulmonlarga qilgan bu xiyonatning ig'ir nomussizlik ekanligini, Sharq Turkistonning eg'izida hissdoshlik qilishga ehtiyoj emas, amaliy harakat qilishga ehtiyoj ekanligini, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishi dunyoning adolat va insoniy qadr-qimmatni qo'g'dashdagi musulmonlarning e'tiqodiga bo'lgan sadoqatidagi bir sinoq ekanligi, xalqaro jamiyatning bu xiyonatning javobgarligini surishti qilishi kerakligini, Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishining to'xtab qolmaydiganligini, Sharq Turkistonning o'zi bilan bir sapda harakat qilganlarni, Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishiga xiyonat qilganlarni unutib qolmaydiganligini, dunyoning tarixning qaysi tarafida turishni o'zi qaror qildiganligini bayon qildi. Taylandning davlat mudofaa ministri Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib bermaydiganligini aytgan. Millat xabar torining 17 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, Taylandning davlat mudofaa ministri Phumtham Wechayachai juma kuni hukumatning Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish planining yo'qligini aytgan. Juma kuni Adolat partiyasining parlament a'zosi Kanavi Suysangning Facebookda Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarish masalasining Davlat bexatarlik kengashi yig'inida muzokara qilinadiganligiga aloqador yozmasiga qarshilik ko'rsatgan. Phumtham Kanavining bu masalaning kun tartibida bo'ladiganligini qayerdan egallaganligini so'ragan va bu masalaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar oliy komissarining yaqinqi andishalari sababidan o'tirg'a chiqqanligini tushuntirgan. Yig'inda bu masala muzokara qilingan, ammo munosabatli qonun ramkalarining har qanday bir harakatning qonunga uyg'un bo'lishini kafolatlantirish, Tailand va xalqaro jamiyat uchun masalalarning ko'zdan kechirilishi kerakligi ta'kidlangan. Amaldorlar bundaq bir ahvol maydonga kelsa, uyg'un oldin olish tadbirlarini injiklash bilan vazifalantirilgan. Muavin bosh ministerlik vazifasini o'tayotgan Phumtham ilgari Uyg'urlarning Tailanddan qo'g'lab chiqarilganligini e'lon qilgan. U yana ularni chegaradan qo'g'lab chiqarish planining yo'qligini aytib, 20 yanvar kuni Xitoyga surgun qilish plan to'g'risidagi xabarlarni rad qilgan. Tailand 2015-yili yuzlagan Uyg'urni Turkiya va Xitoyga surgun qilib tanqidga uchirgan. Shuningdek, Uyg'urlarning masalasida ehtiyot qilgan. Navbatda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'ur musofirlari 2013-yili Sharq Turkistondan qochib Tailandga kelgan taxminan 300 nafardek Uyg'urning bir qismi bo'lib, shu chog'da Tailand doiralari tarafidan tutib ketilgan ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot supsi X'da buningga qarata inkas qaytirib, biz bu ijobiy qadamni qarshi olamiz va Tailand doiralarining qo'lga ilingan 48 nafar Uyg'urni kechiktirmay qo'yib berishini, Tailand Tashqi ishlar ministrligining musofirlarga panohlik berish mas'uliyatini ado qilishini va panohlanadigan 3 bir davlatga bexatar berilishiga kafolatlik qilishini talab qilamiz dedi. She'r Vatan, avtori G'ulom Osmon Yag'mo. Ana deyman, ana yerni muhabbatda suyib dildin. Ana yerni quchoqlayman nigorim deb kuyib dildin. Muhabbatda nigorim deb qilay taxtim ezib nazma. Suyib dildin, kuyib dildin, yezib nazma, tizib dildin. Vatan söygen nigorim sen, sana mensub mening yarim. Nigorim sen, sana sadık bulup ötmek numus arım. Sana mensub bulup ötmek mening baxtim, go'yo taxtim. Mening barım, numus arım, go'yo taxtim, o'zang yarim. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.